Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va aziz yurtdoshlarimiz. Bizni Toshkentdan Krasnodargacha Toshkentgacha bo'lgan avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Qonuniy avtobus reyslarimiz har seshanba va juma kunlari Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Ko'par Baykonur tomonidan yo'lga qo'yilgan qonuniy avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun quvvatlagichlarimiz, kooler va monitorlarimiz mavjud. Hamda shuni aytib o'tish kerakki, siz o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogramgacha bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, bizning biletlar soni cheklangan azizlar. Hamda aytib o'tish kerak, bizda Telegram, Instagram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarimiz faoliyat yuritib turibdi. O'zlaringizning savollaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz yoki bo'lmasam avtobusni sharoitlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz onlayn buyurtma qilishingiz mumkin azizlar. Biletlar soni cheklangan, ochalaringizni band qiling. Bizda manzil Toshkent avtovokzali 2-etaj. Tanlovda adashmang.